Maça çıkışın seni. Xotin bezor qilib tashladi-da. Odam bo'lib mushuk bo'lishiga xotindan qo'rqmas kerak. Xotin bo'lib atkasini qilarmas kerak. Xotini garlash kerak, tushundingmi? Mama chatmak kerak. Men umuman qo'rqmayman xotindan, tushundingmi? Nima deyapsan? Tushunmayapman. Yanga deyapman. Yangangdan ham qo'rqmayman, sendan ham qo'rqmayman. Tushunma, gazlamay ko'ngli ham. Nima? Hayotga yaxshi yashash uchun nima qilish kerakligini bilish uchun biz yo'lga chiqqanmiz. Qani ketdik. Kechirasiz, hayotga yaxshi yashash uchun nima qilishlik kerak? Xotinni aytishini qilish kerak. O'le, xotin quli. Siz qanday fikrdasiz? Xotinni chizgan chizig'idan chiqmash kerak. Ha? Yamurda. Xotin mahkam bo'lyapti-da, nima maqsad beradi? Maya qara, men senga bir narsa olib beraman, sinalgan, u Amir Olimxonni davridan qolgan u narsa. Kambag'alni boy qilur, qo'rqoqni botir qilur, zo'r narsa. Ketdik. Yur olib beraman. Qara, o'rtoq, seni qanaqa joylarga olib keldin? Joy ekanni xotin ko'rib qolmayapmanmi? Xotining bunaqa joy tushiga ham ko'rmaydi. Ko'nglim g'ijir bo'lyapti-da. Zil bo'lmasa hammasi yaxshi bo'ladi. U kapta qarab oling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana akajon menyumiz. Menuni qo'ya turing. Bo'yning singari zo'rdan olib keling. Xo'p, bo'lar akajon. Akajon yeyishga nima beray? Nimalaring bor? Akajon, bizning shef choyxonamizda mashhur beshbarmoq, bedona, umakay jiz, shashliklarimizda har xil turlaridan bor. Ha, tinchlikmi? Ko'rdingmi, xotinim ko'ryapti-man, nima? Mabodo enangni ko'rmayapsanmi? Yo'qsa men ham ko'raman. Jim o'tiring, odam sharmanda qilma. Chiqay, jon jo'ra, baraka topib ketaylik. Olib keling zo'rida. Ayna senga ishonaman. Hozir kirasan, xotinni ham jittasan, boshqasini ham. Sen menga ishonmaysan, men o'rta xotinni ham gazlayman, boshqasini gaplayman. Ko'rinib turibdi, og'ayni. Endi jitta bor. Gazlayman! Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum. Ta'zir qilmadimi? Nima duq berakaniga kuch bermayganda.